Xo'sh, bugungi kelgan smartfonlar Realme GT7 Pro bu ideal holatda mana deyarli yangi holatda. Xo'sh, Huawei P40 Pro Plus bu ham deyarli yangi holatda mana. O'n ikki S Ultra, keyin 14 Pro, Xiaomi 14 Pro Titanium, rangli terabaytligi bu. Keyin mana bu bagati telefonimiz. Honor Magic 6 Ultimate mana aksessuarlari, zaryadchik, kabel ochilmagan. Chexollari ham kojin deb bilamiz. Bu ham ideal holatda, tiniq. Keyin Red Magic 10 Air bu yangi pachka. Ikkita X200 Pro mini kelgan. Bittasi 16 ga 512 talik, bittasi 12 ga 256 talik. Bu ham ideal holatda. Keyin X100 Pro telefonimiz, bu ham ideal holatda kelgan. Yomkislari 100. Vivo S30 Pro Mini. Bu ham mana yangi holatda. Ixcham telefonlar yaxshi ko'rganlar uchun. Keyin Honor GT Pro. Ideal holatda, bu ham yangidek. Batareyalar 7000 mAh bo'ladi. Snapdragon 8000 Elite protsessor. Bunaqa chexollari bilan kelgan, hammasi komplektda. O'zini ichida ham chiqadi, qo'shib ham o'qib beramiz. Keyin Oppo Find X8 Pro telefonimiz, bu ham ideal holatda. Juda chiroyli telefon. Bu ham protsessor kuchli, oxirgi pokoleniyalardan. Keyin K80 Ultra. Bu ham moshniy telefon, batareyasi ham 7000 mAh dan ziyod bo'ladi. Protsessori ham MediaTek Dimensity 9400. Holatlari ideal, yangidek, yomkislari ham 100%. Redmi Turbo Tour Pro terabayt xotirali, bu yangi pachka, ochilmagan. Keyin 12S Xiaomi 12S Ultra, bu global qilingan, bu ham deyarli yangidek, qora rangida. Holatlarini ham ko'rishingiz mumkin, ideal holatda. Aksessuarlar ham narsasi bor, chexol, zaryadchik original, upakovkasi ham original o'ziniki. Keyin ikkita Xiaomi 15 Pro kelgan. Bittasi yashil rang, bittasi bunavi yashil botqoq rang deganidan. Holatlari ideal, yomkislari 100% bilan. Keyin ikkinchisi
Ikkinchisi ise oq rang. Bu ham ideal holatda, yonkislari 100%.